Barchaga assalomu alaykum. Arti Motors kompaniyasini YouTube ijtimoiy tarmog'idan kuzatadigan hurmatli mijozlarimiz. Qarshimizda Kia K9 yangi, hali yoshiga to'lmagan. Xudo xolisa sizlarga buni bitta ko'rsatib o'tmoqchiman. Xo'p, eksterior, ya'ni tashqi qismi qora, ichki salon qismimiz esa beji rangda mana. Eng full komplektatsiyada o'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar. Juda ham chiroyli ishlangan. Orqa oldi o'rindiqda ham, orqa o'rindiqda ham sovutish hamda ya'ni isitish tizimlari mavjud. 360 kamera hamda head-up display, ruli mana to'liq multimedia. Bu yoqda o'sha ko'rishimiz mumkin, besprovodnik zaryadnik, stakanchiklari bor va mana bu yerda mana bunaqa soati ham bor ekan, juda ham chiroyli. Kimga kerak bo'lsa, albatta bizga Arti Motors kompaniyasiga bog'lansanglar bo'ladi. Xolasa. Xo'p. Mana orqalari ham, eshiklarida alohida mana pardalari ham mavjud. Tonirovkadan tashqari. Shuningdek mana monitor o'rindiqlarida mana ikkita tarafda ham bittadan monitori bor. Mana bu yoqda ponni mana multimedia orqa o'rindiqda ham joylashgan. Buni o'zingiz kontrol qilsangiz bo'ladi. Mana bu yoqda mana massajning setlari. Shuningdek, orqa o'rindig'ida ham oldi o'rindig'ida ham massajning setlari bor. Lyuki bor mana bu yoqda. Shuningdek, mana bu donim pardoz-andoz qilish uchun bu yoqda bitta, bu yoqda bitta oynak qo'yib qo'ygan, havo tozalagichlari. Akustika tizimi ham mana juda ham yaxshisidan o'rnatilgan. Ichini qaranglar. Haqiqiy luxury, ya'ni premium klassdagi avtomobil. O'rindiqlariga yana o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Juda ham yumshoq, shuningdek massajlari ham bor deb aytayapman. Qora Continental balonlari taqib qo'ygan mana. Mana orqalari. K9. Koreyada turibdi shu avtomobil. Narxi CIP $50,000, ya'ni yo'l kiralari ichida yetib borishi bilan $50,000. Qiziq bo'lsa, telefon raqamlarini qoldiramiz, albatta bog'lansanglar bo'ladi. Narxlarni kelishtirib beramiz. Mana Kia K9 eshiklarida zamoklargacha bor mana. Ko'rdinglarmi? Tortib oldi o'zi.